Bo'lay desang mustaqil, biznesni ekta qil. Mana bugungi manzilimiz Toshkent qo'rg'oni. Shahrimiz shundoqqina kaftdek ko'rinib turadigan joydamiz. Lokatsiyamiz juda ham zo'r. Arentraga keladigan bo'lsak, shundoqqina Toshkent qabristonining ro'parasida joylashgan. 50 sotixli joy. Qanunda birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Mana hovlimizga kirib oldik. Hovlimizga kirganimizda garajimiz, bitta omborxonamiz joylashgan. Katta qilib uylarni solib qo'ygan. Uyimiz 4 xonadan iborat. Bu yoq tarafda vremenkalarni qurib qo'yilgan. Gazlari kirgizib qo'yilgan. Suv, svetlardan umuman muammolarimiz yo'q. Mana azizlarim, uyimizda shundoqqina yonginasidan o'tganda bu yoqda bog' qismi. Bog'da turli xil mevali daraxtlarimiz ekib qo'yilgan. Chorvachilik bilan shug'ullanaman degan tog'alarimiz uchun mana kattagina qilib molxonalar solib qo'yilgan. Bemalol chorvachilik bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Aytgancha, boshda dacha qilaman degan akalarimiz uchun mana shundoqqina katta bemalol 2-3 ta tapchanlarni qilib qo'yib, soqqaga ursangiz bo'ladi aka. Mana azizlar, uchastkamizni ko'rib chiqdik. Bitta basen, bitta tapchan qo'ysangiz tayyor dacha. Bu uchastkamizning dokumentlari hammasi notariusga tayyor. Uchastkamizning bahosini tog'amiz 92 ming deb belgiladi. Pastda raqamlar qoldiramiz. To'liqroq ma'lumot olish uchun aloqaga chiqingizlar. Dacha qilaman deb uchastka qidirib yurgan tanishlarga videoni yuborib qo'yamiz.